Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugungi videomizda har biringizni bevosita ta'sir qiladigan, moliyaviy ahvolingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan o'ta muhim bir masalani ko'rib chiqamiz. Odatda keyinroq qilaman, vaqtim bor deb e'tiborsizlik qilinadigan birgina qadam sizni yil davomida berilishi mumkin bo'lgan muhim to'lovlardan mahrum qilishi mumkin. Bu hazil emas, bu juda jiddiy. Agar baturmagacha tegishli arizani topshirmagan bo'lsangiz, demak bugundan boshlab jiddiy muammoga duch kelasiz. Sababi pul to'lovlarisiz qolish xavfi juda yuqori. Men hozir sizga aytadigan ma'lumotlar shunchaki umumiy tavsiya emas, balki real hayotiy holatlarda yuz berishi mumkin bo'lgan moliyaviy yo'qotishlarning oldini olishga yordam beradigan aniq ko'rsatmalar hisoblanadi. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, har bir so'zimga e'tibor bering. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu video imkon qadar ko'proq odamga yetib borishi kerak, chunki bu ma'lumotlar minglab oilalarning ahvolini yaxshilashga yoki aksincha yomonlashishiga sabab bo'lishi mumkin. Avvallari ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordam turlarini olish ancha sodda ko'rinardi. Ko'p hollarda murojaatlar bevosita mahalla fuqarolar yig'inlari orqali amalga oshirilardi. Arizachilar tegishli hujjatlarni mahalla raisi yoki uning o'rinbosarlariga topshirib, ularning tavsiyasi asosida ro'yxatga kiritilardi. Bu tizim o'zining afzalliklariga ega edi. Mahalla raislari o'z hududidagi har bir oilaning ahvolidan beksabar bo'lmagani uchun haqiqatda ehtiyojmand bo'lganlarga yordam ko'rsatish imkoniyati yuqori edi. Ammo shu bilan birga bu tizimda shaffoflik masalasida ba'zi muammolar yuzaga kelishi ham tabiiy edi. Ba'zi hollarda bürokratik to'siqlar, hujjatlarni to'plashdagi qiyinchiliklar yoki hatto inson omili sababli ba'zi oilalar haqiqiy ehtiyojmand bo'lsa-da tegishli yordamni ola olmas edi. Arizalar ko'pincha qo'lda to'ldiriladi. Bir qancha tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, oilaningdan baktarma. Tamakamatan da arataruma madani lalli aradari pilitseli to qirorisidagi ma'lumotnomalar, kadastr hujjatlari, nusxalari, tibbiy sulusalar va boshqalar talab qilinar edi. Bu jarayon ancha vaqt talab etar, hujjatlar yigish uchun turli idoralar eshigini qoqishga majbur qilardi. Ba'zi to'lovlar, masalan, bolalar puli yoki oilaviy nafaqa har 3 oyda bir marta yoki 6 oyda bir marta yangidan ko'rib chiqilishi kerak edi. Har safar hujjatlarni qayta yigish, navbatlarda turish, vaqtingizni va asablaringizni sarflash oddiy odamlar uchun haqiqiy sinovga aylanardi. Bunday tizimda bitta hujjatning yetishmasligi yoki sato to'ldirilgan blanka sizning arizangiz rad etilishiga olib kelishi mumkin edi va buning sababi haqida to'liq ma'lumot olish ham qiyin bo'lardi. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgardi. Mamlakatimizda ijtimoiy adolatni ta'minlash, aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini takomillashtirish maqsadida raqamli texnologiyalar faol joriy etilmoqda. Endi ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordam turlarini tayinlash va to'lash jarayonlari yanada shaffof va tezkor bo'lishi uchun ko'plab amaliyotlar elektron shaklga o'tkazildi. Eng muhimi, bir necha yildan buyon, aniqrog'i 2021 yil aprel oyidan boshlab ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordam tayinlash bo'yicha arizalarni qabul qilish faqatgina davlat xizmatlari markazlari DXM yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uz orqali amalga oshirilmoqda. Bu bir tomondan juda katta qulaylik. Fuqarolar turli idoralarga yugurishdan, ortiqcha qog'ozbozlikdan xalos bo'lishdi. Endi ko'p ma'lumotlar avtomatik tarzda tizimlararo integratsiya orqali olinadi. Masalan, oila a'zolarining pasport ma'lumotlarini va tugjuk ilil kadakananan aniyatan kettin yidikakib alaq kedikki tugonomalar, kadastr ma'lumotlari va hatto bank hisob raqamlari ma'lumotlar DXM sodimlari tomonidan yoki MyGov.uz portali orqali avtomatik ravishda tekshiriladi. Bu jarayonni sezilarli darajada tezlashtirdi va inson omilining subyektiv ta'sirini kamaytirdi. Biroq bu o'zgarishlar bilan birga fuqarolar zimmasiga yangi mas'uliyatlar ham yuklandi. Aynan mana shu jihatni ko'pchilik e'tibordan chetda qoldirmoqda va bu keyinchalik moliyaviy yo'qotishlarga sabab bo'lyapti. Asosiy masala shuki, har yili ijtimoiy nafaqalarni olishni davom ettirish yoki yangidan olish uchun arizani ma'lum bir muddatda aniqrog'i vaqtga qadar topshirish zarurati paydo bo'ldi. Bu muhim o'zgarish. Endi avtomatik uzaytirish mexanizmi yo'q. Agar siz o'tgan yili nafaqa olgan bo'lsangiz ham, bu yil ham olishni istasangiz, har yili bir maygacha qayta ariza berishingiz shart. Bu qoidaga amal qilmaslik, ya'ni belgilangan muddat ichida arizani topshirmaslik, sizni kelgusi davrdagi barcha to'lovlardan mahrum etadi. Bu qoida barcha
turdagi ijtimoiy nafaqalarga tegishli, jumladan bolalar puli, oilaviy nafaqa va moddiy yordam. Bu o'zgarishning asosiy sababi davlat byudjeti mablag'laridan maqsadli va samarali foydalanishni ta'minlash, shuningdek nafaqa oluvchilar tarkibini doimiy ravishda yangilab borish. Oilaviy sharoitlar o'zgarishi mumkin. Kimdir ishga joylashadi, daromadlari ko'payadi, oila tarkibida o'zgarishlar delaphatida tedi. Shu sababli har yili qayta murojaat qilish orqali faqat haqiqatda ehtiyojmand bo'lgan oilalarga yordam berish imkoniyati yaratiladi. Bu tizim adolatlilikni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, davlat resurslarining eng zarur bo'lgan joylarga yo'naltirilishiga xizmat qiladi. Endi sizga kimlar bu haqda qayg'urish kerakligi va kimlarga esa savotir olish shart emasligini tushuntirib beraman. Kimlar bu haqida qayg'urishi kerak? Agar siz hozirda ijtimoiy nafaqa, masalan bolalar puli, oilaviy nafaqa oluvchi bo'lsangiz va uni kelgusi davrda ham olishni istasangiz, siz eng birinchi bo'lib qayg'urishingiz kerak bo'lgan toifadasiz. Ve siz har yili 1 mayga qadar arizani qayta topshirishingiz shart. Bu qoida barcha yoshdagi bolalarga beriladigan bolalar puliga ham, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan oilaviy nafaqalarga ham taalluqlidir. Hatto agar siz o'tgan yili fevral oyida ariza topshirib, dekabrgacha nafaqa olgan bo'lsangiz ham bu yil may oydan boshlab to'lovlarni davom ettirish uchun maygacha yangi ariza berishingiz shart. Aks holda may oydan boshlab to'lovlar to'xtatiladi. Bundan tashqari, agar siz hozirda nafaqa olmasa, oilangiz kam ta'minlangan deb hisoblasangiz va kelgusida ijtimoiy yordam olishga umid qilsangiz, siz ham ushbu muddatga e'tibor berishingiz shart. Chunki vatmaydan keyin topshirilgan arizalar faqatgina keyingi muddatlarga qorib chiqiladi. Ya'ni birinchi navbatda shu yilning ikkinchi yarim yilligi uchun yoki keyingi yil uchun. Bu esa sizning oilangiz bir necha oy davomida moliyaviy yordamsiz qolishi mumkinligini anglatadi. Kimlar qayg'urishi shart emas, shart. Birinchidan, agar siz umuman ijtimoiy nafaqa oluvchi toifaga kirmasangiz va yaqin kelajakda bunda yordamga ehtiyojingiz bo'lmasa, unda bu muddat sizga tegishli emas. Ikkinchidan, agar siz pensiya oluvchi bo'lsangiz, pensiyalar boshqa qonun hujjatlari asosida tartibga solinadi va ularni olish uchun har yili maygacha ariza topshirish talab etilmaydi. Pensiya tizimi o'zining alohida tartib va qoidalariga ega. Uchinchidan, agar siz nogironlik nafaqasi oluvchi bo'lsangiz, bu ham alohida toifa hisoblanadi va uning ham o'ziga so'z tartib qoidalari bor. Ushbu nafaqalar uchun ham kitmay muddati dolzarb emas. Xulosa qilib aytganda, kitmay muddati faqatgina ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordam ta'tam xususan bolalar puli va oilaviy nafaqa bilan bog'liq. Keling, endi bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Raqamlar bilan birga bu qanday qilib sizning byudjetingizga ta'sir qilishini aniqroq tushunib olasiz. Misol, oila tarkibi 10 kishi, ota, ona va 2 yoshli bir farzand. Oila kam ta'minlangan deb topilgan va bolalar puli olib kelgan. Deylik, har oyda ular 470,000 so'm miqdorida bolalar puli olgan. O'tgan yil ular 4 ariza topshirishgan va dekabrgacha nafaqa olishgan. Endi 425 yilda ular ushbu nafaqani may oyidan boshlab olishni istashadi, chunki mart oyida topshirilgan ariza muddati tugaydi. Va agar ular taqsim dunyodan buna pasmeme tama pashma pas en ayil tazinel mayga qadar qayta ariza topshirmagan bo'lsa, may oydan boshlab to'lovlar to'xtatiladi. Bu degani may iyul oylarida, ya'ni 3 oy davomida ular jami so'm miqdoridagi mablag'dan mahrum bo'ladi. Agar nafaqani bir yil davomida olganliklarini hisobga olsak, bu yanada jiddiy raqamlarga aylanadi. Bu mablag' oilaning kundalik ehtiyojlari, masalan, farzandning tagliklari, oziq ovqat, kichik kiyim-kechaklari uchun juda muhim edi. Birgina e'tiborsizlik arizani muddatida topshirmaslik deyarli 1 million so'm yo'qotishga olib keladi. Bitta ota-onaning e'tiborsizligi bolaning ehtiyojlariga bevosita ta'sir qiladi. Misol uchun, ko'p bolali oila, ota, ona va 5 nafar voyaga yetmagan farzand. Bu oila har oyda oilaviy nafaqa va bolalar puli shaklida katta miqdorda yordam oladi.
Deylik, ular jami 1-200 bin so'm miqdorida ijtimoiy yordam oladi. Bu mablag' oilaning oziq ovqat, maktab xarajatlari, kommunal to'lovlar kabi asosiy ehtiyojlarni qondirishda muhim rol o'ynaydi. Agar ular ham bir maygacha arizani yangilashni unutishsa yoki beparvolik qilsalar, may oyidan boshlab har oy 200 bin so'm yo'qotishadi. Bir yil davomida bu miqdor 14-400 bin so'mga yetishi mumkin. Agar ular umuman ariza bermasa. Hatto bir necha oyga kechikish ham ularni millionlab so'mlik to'lovlardan mahrum qiladi. Tasavvur qiling, bu oila yozgi ta'til oldidan farzandlariga kiyim-kechak olishni rejalashtirgan edi. Ammo nafaqa to'xtatilgani sababli bu reja amalga oshmaydi. Yoki maktabga tayyorgarlik uchun kerakli ashyolarni sotib olishga qiynalishadi. Bu jiddiy ijtimoiy muammolarga olib kelishi mumkin. Misol, to'y, kasal bo'lgan onasi bilan yashovchi yolg'iz ayol, ma'muriyatan yosh, ishlamaydi, onasi nogiron. Ular oilaviy nafaqa va moddiy yordam olishgan. Onasi doimiy parvarishga muhtojligi sababli qizi ishlashga qiynaladi. Ularning yillik daromadi juda past. Oila har oyda 200 bin so'm miqdorida nafaqa va moddiy yordam olib kelgan. Bu pullar dori-darmon, ovqatlanish va kommunal to'lovlar uchun juda zarur. Qizi tibbiy ko'riklar, onasining sog'ligi bilan band bo'lib, etmaygacha ariza topshirishni unutgan. Natijada may oyidan boshlab 800 so'm to'lovi to'xtatildi. Endi ular iyun oyida keyin vaziyatga tushib qolishdi, chunki ular to'lovlar tushmaganini faqat bank kartasini tekshirganda bilishdi. Endi ular yangi ariza berishlari kerak bo'ladi, ammo yangi ariza ko'rib chekilgunga qadar va to'lovlar tiklangunga qadar bir necha oy o'tishi mumkin. Bu orada ular to'lovsiz qolib, jami 800 bin 600 bin so'm miqdoridagi moliyaviy yordamdan mahrum bo'lishadi. Chunki kechiktirilgan ariza may va iyun oylari uchun to'lovlarni qaytarib bermaydi. Har bir oy o'z vaqtida topshirilmagan ariza uchun yo'qotilgan oy hisoblanadi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, bu nafaqalar ko'plab oilalar uchun shunchaki qo'shimcha daromad emas, balki asosiy tirikchilik manbai bo'lib xizmat qiladi. Birgina muddatni o'tkazib yuborish butun oilaning moliyaviy barqarorligini izdan chiqarishi mumkin. Shuning uchun bu masalaga jiddiy yondashish va belgilangan muddatlarga qat'iy rioya qilish zarur. Endi esa ushbu qoidalar va tartiblarga oid istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan nozik jihatlar va kutilmagan vaziyatlarni ko'rib chiqamiz. Bu sizni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi va kutilmagan vaziyatlarda qanday yo'l tutishni bilib olasiz. Istisnolar va nozik jihatlar. 1. Kasallik yoki boshqa favqulodda holatlar va hayotda turli kutilmagan vaziyatlar bo'ladi. Agar siz yoki oila a'zolaringizdan biri bir maygacha kasalxonada yotgan bo'lsa, og'ir kasallikka chalingan bo'lsa yoki boshqa force majeure holatlarga duch kelgan bo'lsa, bu holatni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, shifoxonadan ma'lumotnoma OITSV xususiyasi bilan kechiktirilgan arizani topshirish imkoniyati mavjud. Bunday hollarda sizning arizangiz individual ravishda ko'rib chiqilishi va o'tkazib yuborilgan muddat uchun to'lovlar qisman yoki to'liq tiklanishi mumkin, ammo bu har doim ham kafolatlanmaydi va yakuniy qaror tegishli komissiya tomonidan qabul qilinadi. Bu asosan odamning muddatni o'tkazib yuborishi uning o'ziga bog'liq bo'lmagan jiddiy sabablarga ko'ra yuz bergan holatlarda qo'llaniladi. Shuning uchun bunday holatga tushib qolsangiz, iloji boricha tezroq holatni tasdiqlovchi barcha hujjatlar bilan davlat xizmatlari markaziga yoki my.gov.uz orqali murojaat qilishingiz shart. Misol uchun, agar ayol kishi 1 apreldan 15 maygacha og'ir operatsiya tufayli kasalxonada yotgan bo'lsa, u kasalxonadan chiqqandan so'ng darhol kasallik varaqasi yoki shifoxonadan ma'lumotnoma bilan ariza topshirishi mumkin. Bu uning arizasi favqulodda holat deb ko'rib chiqilishiga asos bo'ladi. Teknik nosozliklar my.gov.uz portali orqali ariza topshirishda teknik nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, tizmi masanamatın çottama masamandennem adatta zimgotishimaqtirara. Onda internet biletleri bonata bilan bog'liq muammolar, serverlar haddan tashqari yuklanishi tufayli murojaat yuborilmay qolishi mumkin. Agar siz ariza topshirishga harakat qilganingiz, ammo teknik sabablarga ko'ra buni uddalay olmaganingizni isbotlay olsangiz, masalan, sato haqida screenshotlar internet provayderidan ma'lumotnoma, bu ham muddatni kechiktirish uchun asos bo'lishi mumkin. Bunday holatda iloji boricha tezroq DXM ga murojaat qilib, muammo haqida xabar berish va mavjud dalillarni taqdim etish muhim.
Bu holatga muqraydi, ammo ehtiyot chorasi sifatida barcha elektron amaliyotlaringizni tasdiqlovchi screenshotlarni saqlab qo'yishni maslahat beraman. 3. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar. Agar oilada bir maydan keyin chaqaloq tug'ilgan bo'lsa, u holda bolalar puli yoki oilaviy nafaqa olish uchun ariza tug'ilganlik haqidagi guvohnoma olingandan so'ng darhol berilishi mumkin. Bu holatda 7 may muddati qo'llanilmaydi, chunki nafaqa olish huquqi yangi oila a'zosi paydo bo'lishi bilan yuzaga keladi. Bu istisno o'z-o'zidan tushunarli va mantiqiy, lekin shunda ham bolaning tug'ilganligini rasmiylashtirish va unga hujjatlar olishni kechiktirmaslik kerak. 4. Muddatni uzaytirish haqida sabardor qilmaslik. Ba'zida fuqarolar menga hech kim aytmadi-ku deb norozilik bildirishadi. Qonunchilikda belgilangan muddatlar haqida aholini sabardor qilish albatta davlat idoralarining vazifasi, ammo fuqaroning o'zi ham o'z huquqlari va majburiyatlaridan sabardor bo'lishi shart. Gazetalar, televideniya, ijtimoiy tarmoqlar va davlat tashkilotlarining rasmiy web paketi orqali doimiy ravishda xabarlar berib boriladi. Bilimsizlik qonundan ozod etmaydi. Shuning uchun bu kabi muhim moliyaviy masalalarni o'z vaqtida kuzatib borish har bir mas'uliyatli fuqaroning zimmasidagi ishdir. Qayta ko'rib chiqish muddati. Agar siz bir maydan keyin ariza topshirsangiz, bu o'tkazib yuborilgan davr, masalan may, iyun, iyul oylari uchun nafaqani qaytarib olmaysiz. Arizangiz faqat kelgusi chorak yoki yildan boshlab misol uchun agar siz 10 iyun kuni ariza topshirsangiz, u iyun oyining oxirigacha ko'rib chiqilishi va iyul oyidan boshlab to'lovlar tiklanishi mumkin. Bu holatda may va iyun oylari uchun yo'qotilgan mablag'lar qaytarilmaydi. Shuning uchun har bir kun muhim. Ushbu nozik jihatlar shuni ko'rsatadiki, tizimda istisnolar mavjud bo'lsa ham ularning har biri jiddiy asos va isbot talab qiladi. Eng yaxshi yechim esa belgilangan muddatlarga qat'iy rioya qilish va oxirgi kungacha kutmasdan arizani imkon qadar oldinroq topshirishdir. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Agar siz nafaqasiz qolishni istamasangiz, nima qilishingiz kerak? Bu yerda aniq va batafsil ko'rsatmalar beraman. Amaliy maslahatlar va aniq qadamlar. 1. Vaziyatni baholash. Eng avvalo siz o'zingizning holatingizni baholang. Siz ijtimoiy nafaqa oluvchi toifaga kirasizmi? Sizga bolalar puli yoki oilaviy nafaqa tayinlanganmi? Agar javob ha bo'lsa, demak keyingi qadamlarga o'ting. Agar sizga ilgari nafaqa berilgan bo'lsa va muddati o'tgan bo'lsa, siz allaqachon kechikkan hisoblanasiz, ammo vaziyatni to'g'rilash imkoniyatlari mavjud. Qayerga murojaat qilish kerak? Arizani topshirish uchun ikkita asosiy yo'l bor. A. Davlat xizmatlari markazlari DXM. Siz yashash joyingizdagi eng yaqin davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz mumkin. Bu yerda malakali mutaxassislar sizga ariza to'ldirishda yordam berishadi. Yamandashan takini nabanta zarur potadishana. Zarur hujjatlarni elektron tarzda tizimga kiritishadi va arizangizni qabul qilib, unga tegishli raqam berishadi. Bu usul ayniqsa kompyuter va internetdan foydalanishda qiynaladigan keksa yoshdagi fuqarolar yoki qishloq joylarda yashovchilar uchun qulay. DXMga borishdan oldin pasportingiz, oila a'zolaringizning pasportlari yoki tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, bolalaringizning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari va oilangizning daromadlari to'g'risidagi ma'lumotlar agar mavjud bo'lsa, bilan borganingiz ma'qul. Garchi ko'p ma'lumotlar avtomatik ravishda olinasada, qo'shimcha ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. Beb taba timsamne patib. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGovuz. Agar sizda internet va kompyuter yoki smartfon bo'lsa, arizani uyda turib onlayn tarzda topshirishingiz mumkin. Buning uchun sizda elektron raqamli imzo eray bo'lishi kerak. my.gov.uz portaliga kirib tegishli bo'limni, masalan, ijtimoiy himoya bo'limida bolalar puli va oilaviy nafaqa tayinlash, topishingiz va ko'rsatmalarga amal qilgan holda arizani to'ldirishingiz lozim.
elektron ariza to'ldirish jarayoni ancha sodda va interaktiv. Tizim sizga qadam-baqadam yordam beradi. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Mendan shaxsning tomat hamji ajdarining shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, oila a'zolarining pasportlari nusxalari yoki tugilganlik haqidagi guvohnomalari. Nikoh guvohnomasi agar oilali bo'lsa. Bolalarning tugilganlik haqidagi guvohnomalari. Bank kartasi raqami, pul to'lanadigan hisob raqami. Eslatib o'taman, ko'pchilik hujjatlar elektron tarzda olinadi. Lekin ehtiyot shart. Ularni o'zingiz bilan olib borishingiz yoki skaner kilib qo'yishingiz zarar kelmaydi. Ayniqsa bank kartasi raqamini yoki karta nusxasini albatta tayyorlab qo'ying. Data arizani qanday to'ldirish kerak? DXM'da mutaxassis sizga maxsus blankani beradi va uni to'ldirishda yordam beradi. Siz faqat o'zingizning va oila a'zolaringizning ma'lumotlarini to'g'ri kiritishingiz kerak bo'ladi. MyGov.uz'da portalda sizga interaktiv forma taklif etiladi. U yerda siz o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, oila tarkibi haqidagi ma'lumotlarni, daromadlar to'g'risidagi deklaratsiyani agar talab qilinsa kiritasiz. Tizim ba'zi maydonlarni avtomatik ravishda to'ldirishi mumkin. Shunchaki ularning to'g'riligini tekshirishingiz kerak bo'ladi. Lima kechikan taqdirda nima qilish kerak? Agar siz vatmaygacha arizani topshirmagan bo'lsangiz, birinchi navbatda vahimaga tushmang, ammo harakatni zudlik bilan boshlang. Ariza topshirishni kechiktirmang. Hozirda yo'q davlat xizmatlari markaziga boring yoki MyGov. O'z orqali ariza topshiring. Har bir o'tkazib yuborilgan kun sizni bir oy to'lovdan mahrum qilishi mumkin. Sababini tushuntiring. Agar siz muddatni uzrli sabablarga ko'ra o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, masalan, kasallik, boshqa favqulodda vaziyat, ariza bilan birga ushbu holatni tasdiqlovchi hujjatlarni, kasallik varaqasi, tibbiy xulosa va boshqalar ilova qiling. Ariza shaklida yoki alohida satda muddatni kechiktirishingiz sabablarini batafsil yozib ko'rsating. Individual ko'rib chiqishni so'rang. O'z murojaatingizda vaziyatingizni to'liq tushuntirib, arizangizni individual tartibda ko'rib chiqishni va muddatni kechiktirishga ruxsat berishni so'rang. Shu bilan birga, agar sizning holatingiz istisno doirasiga kirsa, o'tkazib yuborilgan oylar uchun to'lovlarni qayta hisoblab chiqishni so'rashingiz mumkin. Ammo yuqorida aytib o'tganimdek, bu har doim ham kafolatlanmaydi. Lasha, nazorat va monitoring. Arizani topshirganingizdan so'ng uning holatini doimiy ravishda kuzatib boring. MyGov.uz portali orqali ariza holatini elektron tarzda tekshirishingiz yoki DXM ga qo'ng'iroq qilib murojaatingiz haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Arizaning ko'rib chiqish muddati yoritib maqsadida agar uzoq vaqt javob bo'lmasa, mutaxassislar bilan bog'lanishdan tortinmang. Eslatib o'taman, muddatni kechiktirishingiz sabablari jiddiy va asosli bo'lsa, sizga yordam berish ehtimoli yuqori bo'ladi. Biroq shunchaki unutib qo'ydim degan bahona qabul qilinmasligi mumkin. Hurmatli do'stlar, bugun siz bilan juda muhim va dolzarb mavzu haqida gaplashdik. Ijtimoiy nafaqalarni olish uchun adamaygacha ariza topshirish zarurati. Bu qoidaga amal qilmaslikning moliyaviy oqibatlari, kimlar qayg'urishi kerakligi va kimlar savotir olmasa ham bo'lishi, shuningdek istisnolar va aniq harakatlar rejasini batafsil tushuntirib berdim. Unutmang, har bir oilaning moliyaviy barqarorligi sizning e'tiboringiz va mas'uliyatingizga bog'liq. Birgina arizani o'z vaqtida topshirmaslik sizni va oilangizni katta miqdordagi mablag'lardan mahrum qilishi mumkin. Bu pullar bolalaringizning kelajagi, oilangizning kundalik ehtiyojlari uchun juda zarur. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi. O'zingizni va yaqinlaringizni moliyaviy qiyinchiliklardan himoya qilish uchun hozirroq harakat qiling. Kech bo'lmasdan bugun, ertaga yoki iloji boricha tezroq tegishli choralarni ko'ring. Agar sizda ushbu mavzu bo'yicha savollar tug'ilgan bo'lsa yoki o'z tajribangiz bilan bo'lishmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring.
Sizning fikringiz biz uchun muhim. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga yangi foydali ma'lumotlar bilan bo'lishishga motivatsiya beradi va bu videoning ko'proq odamlarga yetib borishini ta'minlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.